Yoshkar-Ola'ning markazidamiz. Bu davlat universitetining binosi ekan, qurilish ketyapti ekan. Bu Italiya parki ekan. Bu yerda mos bor ekan. Daryo bilan ulaydigan. Bu endi Moskvadagi Qizil maydondagi cherkovga o'xshatib qurilgan cherkov ekan. Juda deyarli ko'p binolar qizil rangda, ya'ni shaxmatga o'xshatib, shaxmatni donasi borki, shunga o'xshatib qurilgan. Ular tarixiy binolar emas, ko'pi yangi qurilgan binolar. Ko'rib turganlaring. Havo juda avzoyi buzuq. Mana bu yerda mana fontan ham bor. Akademiyskiy Ruskiy teatr, drama bor ekan mana.